Yozgi ta'til boshlandi. Demak, quvonch, o'yin-kulgu va yangi sarguzashtlar vaqti keldi. Lekin ta'tilni faqat telefon bilan o'tkazib yubormang. Bu o'zingizni kashf qilish uchun yaxshi imkoniyat. Sport bilan shug'ullaning, yangi do'stlar orttiring, suzishni va velosiped haydashni o'rganing. Har bir kun yangi tajriba bo'lsin. Oila bilan sayr qiling, tabiat qo'yniga chiqing, kitob o'qing va ijod qiling. Chunki eng yaxshi xotiralar aynan bolalikda yaratiladi. Sinfdoshlarim bilan imtihonlari yaxshi baholarga, a'lo baholarga topshirib, keyin o'z ustimda ishlashda davom etaman. Til sertifikatlarini olish niyatim bor. O'zimni hobbilarim bilan shug'ullanmoqchiman. Men o'zim xalqaro kimyo olimpiadalariga qatnashib kelmoqdaman. Bu yili 58-xalqaro kimyo olimpiadasi O'zbekistonda bo'ladi. Biz terma jamoa a'zolarimiz bilan, ustozlarimiz bilan birgalikda maktabimizda mana shu olimpiadaga tayyorlanamiz. Intensiv o'quv darslari orqali. 1-iyun Xalqaro bolalar himoya qilish kuni. Barcha bolalar baxtli, sog'lom va bilimli bo'lib ulg'ayishi eng katta orzuyimiz. Bu yozni foydali, qiziqarli va unutilmas qiling. Chunki baxtli bolalik yorqin kelajak poydevori.